Minecraft'dagi eng aqlli o'yinchi kim? Bu savolga kimlardir Artifact, kimlardir Dream, kimlardir esa Technoblade deb javob beradi. Tanishtirishga ruxsat bering. Minecraft'dagi eng aqlli odam bu Samayuri. 2013-yilda redstone mexanizmlariga qiziqib qolgan Samayuri ajoyib narsalarni qurishni boshlaydi. Uning eng birinchi proyekti 8 ga 8 eshik bo'ladi. Samayuri yasagan narsalar juda ham ajoyib hisoblanadi. Chunki u hech qanday komanda bloklarsiz va komandalarsiz faqat redstone mexanizmlari orqali ajoyib narsalarni yasagan. Haqiqiy injenerlik mahoratini ko'rsatib bergan desam bo'ladi. Samayuriga hatto bu ham kamlik qildi. U vaqt o'tgandan keyin o'zini olamida kompyuter yasab, unda CraftGPTni ishga tushirdi. U xuddi oddiy sun'iy intellekka o'xshab barcha savollarga javob berardi. Bu geniga hattoki bu ham kamlik qildi. Keyinchalik vaqt o'tib, Samayuri Minecraft ichida kompyuter yasab, Minecraftni o'zini ishga tushirdi. Minecraft ichida Minecraft o'ynagan yagona o'yinchi Samayuridir. Hozirda bilmadim, yana bironta proyekt ustida ishlatgan bo'lsa kerak. Uning oxirgi proyekti CraftGPT edi. U shu paytgacha bor yo'g'i 4 ta proyekt chiqardi, lekin shu 4 ta proyektni Minecraft nimalarga qodir ekanligini ko'rsatib bera oldi. Shu 4 ta dona proyekti bilan. Kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmang.